Mangu Ligasida kechaning eng yaxshi jangi aniqlandi. Odilxon Kamolov va Kamil Karatening 1-may kuni bo'lib o'tayotgan jangi qoldirildi. Sababi nima? Buni eshitgan Saturn Kamil Karatega vizib tashadi. Shu va shunga o'xshash xabarlar videomiz davomida kanalimizga obuna bo'lib, like bilan qo'llab-quvvatlashni unutmang. Xabaringiz bor, kun kecha Mangu Ligasining ikkinchi turniri bo'lib o'tgandi. Ushbu turnirda qonli jang qilgan Furqatbek Yoqubov bonusga ega chiqdi. Eng yaxshi jang uchun bonus kimga beriladi? Eng yaxshi jang ikkita raqibgami? Hozir bizda ikkita favorit bor, bittasi ikkita jang bor. Bittasi shu yerda o'tganimda 18 yoshli Mirzoq bilan Furqatbek Yoqubov. Men o'ylaymanki, Furqatbek Yoqubov yana eng yaxshi jang kechasi bo'lsa kerak bo'lgan. Chunki bu yerda qonli jang bo'ldi, faqat xarakter ishladi. Agar boshqa sportchi bo'lganida bo'lsa, zarni yoqardi. Qancha qon oldi birinchi raundda? Birinchi raunddan boshlab qon oldi, ularning oxirgi raundda bo'lgani yo'q. Tajribani anaqasida bu kishi. Lekin raqib haqiqatan kuchi yaxshi ekan, kurash ham yaxshi ekan, lekin faqat ko'pmadi. 1-may kuni Kamil Karate va Odilxon Kamolov jang qilish kerak edi. Lekin Odilxon Kamolov mashg'ulotlar qo'lini sindirib olgach, ushbu jang qoldirildi. Odilxon bunga o'z munosabatini bildirib, uzr so'rab chiqdi. Assalomu alaykum. Ko'rib turganingizdek, bo'y ozgina vaqtga qoldi o'rtoqlar. Endi issiq jon borki, hammada travma, shunga o'xshash holatlar bo'ladi. Ozgina qo'limiz bilan bog'liq muammo bor. Bu degani lekin trilogiyalar bo'lmaydi degani emas. O'zingizlar bilasizlar, ketma-ket bo'ylarga chiqyapman, yaxshi holatdaman. Oktagon ligadan, Sultandan, Sartif, Das hammaligidan, muxlislardan men uzr so'rayman. Bu jangni juda ham kutgandim. Yaxshi holatdaman. Shunaqa bo'lishi kerak ekan, hammasi yaxshilikka. Nima deymiz? Keyingi turnirdimi? Endi uni Oktagon yechadi, po-любому. Bu turnirda chiqa olmayotganim uchun men sizlardan chin yurakdan to'g'risi uzr so'rayman. 5 yillik Oktagonda bo'lsam, biror marta bunaqa travmani deb bo'y qolgan vaziyat bo'lmagan. Liga ham, muxlislar ham yaxshi bilishadi, tushunishadi. Keyingi turnirlarda ko'rishguncha bu bir qadam orqaga, 2 qadam oldinga degani to'g'risi. Salomat bo'linglar. Og'abek, ya'ni Saturn Odilxon Kamolov jangdan chiqqanini eshitib, Kamil Karatega vizib tashab chiqdi. Do'stlar, agar Kamil Karate va Saturn jangi tashkil etilsa, kim g'alaba qozonadi deb o'ylaysiz? Fikringizni kommentarda yozib qoldiring, barchasini o'qib chiqaman. Kamil Karate aka, ani endi qocha olmaysiz. Osmonga chiqsangiz, oyog'ingizdan yerga kirsangiz, qulog'ingizdan tortaman. Ani endi o'rtamizdagi narsalarni hal qilishimiz kerak. Yoshingizni hurmati kilitkada o'tmaydi. Ko'chada hurmatingizni qilaman, lekin kilitkada o'tmaydi, chunki men uchun alam bo'ladigan bir voqea bo'lgan. Voqealar bo'lgan. Hammasi uchun qasos olinadi. Hammasi uchun. 1-may Oktagon liga Toshkent Xuma arenada face-to-face bo'lib, hammasini o'sha yoqda kelishib olamiz, xudo xolasa. Muxlislar pasay silka orqali o'tib biletni olinglar. O'shanda Saturn chiqadi, sizlar paddishga qilib turasizlar. Jonlaringiz sog' bo'lsin. O'zbekiston o'g'li. Hali gaplashamiz.